Juda ham zo'r krem. Bu krem yumshattiradi, yuzimizni yaxshi namlantirib beradi. Qurigan yuz terisini bittada o'ziga keltirib, oppoq qilib qo'yadi. Hamma yuz terilari foydalanishlari mumkin. Assalomu alaykum sevgilarim, aziz YouTube do'stlarim. Bugun uy sharoitida yuzimizni yoshartiruvchi, kechki paytda foydalanishimiz uchun oqartiruvchi, yoshartiruvchi krem tayyorlaymiz. Kremimiz uchun bizga bittagina mahsulot kerak bo'ladi. Bu oqartiruvchi moxom maskasi. Dog'lar, ajinlar, yuzimizdagi g'ijimlanishlar hammasiga juda ham yaxshi yordam beradi. Demak, krem tayyorlash tartibini sizlarga o'rgataman. Juda ham oson, har biringiz qilishingiz mumkin. Bir pachka moxom oqartiruvchi maskasi kerak bo'ladi. Buni mana shunaqa yarim stakancha suvga solib 2 daqiqaga ivitamiz. Hammasini sovuramiz. Aralashtiramiz. Yaxshilab iviydi. Endi buni gazga qo'yib, ozgina qaynatib olamiz. Gazga qo'yib oldik. Qaynagunicha tinmasdan aralashtirib turamiz. Mana shunaqa aralashtirgichda yoki yog'och dastalikmi, yog'ochdan yasalgan aralashtirgichda yaxshilab aralashtirib turamiz toki qaynaguncha. Qaynash darajasiga yetib borgandan keyin yana yarim stakancha suv qo'shamiz va yana 3 daqiqa aralashtirib buni qaynatib olamiz. Qaynab ko'pikchalari chiqqunicha, shu ko'pikchalari chiqish darajasiga borguncha aralashtirib turiladi. Mana shu darajaga kelib qoladi, keyin ozgina suv qo'shamiz ustiga yarim stakancha va yana qaynatishda davom etamiz. Qaynab ko'pikchalari chiqadi. O'sha paytda bo'ldi, tayyor bo'ladi. Sovishini kutamiz, ozgina sovitib, undan keyin marlidan o'tkazib olamiz. Soviguncha ham aralashtirib turamiz, yaxshilab aralashtirib turaveramiz, keyin soviydi. Sovgach marlidan o'tkazib olamiz. Nima uchun tez aralashtirib turamiz? Doim ustida plyonka bo'lib qolish kerak emas. O'shaning uchun har doim aralashtirib turaveramiz. 3 daqiqa mobaynida aralashtirib turamiz. Shundan keyin bizning kremimiz tayyor bo'ladi. Demak, marlini 2 qavat, 3 qavat qilib olamiz. Tayyorlagan kremimiz juda ham sovib ketmasligi kerak. Juda ham sovib ketsa, biz uni marlidan o'tkaza olmay qolishimiz mumkin. Xo'p, tayyor bo'lganini marlidan o'tkazamiz. Sovolamiz hozir. Sovdik. Yaxshilab hammasini solamiz. Undan keyin buni marlidan o'tkazib olamiz. Mana shunaqa siqib olamiz. Ajoyib g'aroyib kremimiz tayyor bo'lyapti. Shunday qilib kremimizni tayyorlab oldik. Mana shunaqa kremsimon ko'rinishga ega bo'ladi. Undan keyin bunga 2 choy qoshiqda yog' qo'shamiz. Hamma o'zini uyida bor yog'lardan solsa bo'ladi. Kastroviy masla solsangiz ham bo'ladi, bodom yog'i solsangiz ham bo'ladi yoki vinogradnik kostichka. Ya'ni uzun danagi yog'i. Uzun danagi yog'i ham yaxshi zo'r namlantirib beradi terimizni. Men esa hozir zaytun yog'im bor ekan, zaytun yog'idan 2 choy qoshiqda qo'shaman. Demak, 2 choy qoshiq zaytun yog'i qo'shib olamiz. Va yana yaxshilab aralashtiramiz. Zaytun yog'ini, o'sha aytayotgan hamma yog'lardan birini solasiz. U yog'larni solishdan oldin albatta kremni sovutib olib, sovigandan keyin solinadi. Sovigandan keyin soldik, aralashtirdik. Kremimiz tayyor. Krem 10 kungacha, 12 kungacha xolodilnikda saqlab ishlatishingiz mumkin. Kechqurun uxlashdan oldin yuzingizni yuvib, hamma o'zining yuz teriga mos bo'ladigan gellarda yuzini yuvib, bu kremdan surib, ertalab yuvsangiz ham bo'ladi, yarim soatdan keyin yuvib tashlasangiz ham bo'ladi. Bu xohishingizga qarab. Mana bunday krem idishi, bo'shagan krem idishiga solib qo'ysangiz bo'ladi. Buni yaxshilab yuvib, tozalab, yaxshi yopiladigan bo'lishi kerak. Albatta, bunga krem idishiga solib, xolodilnikda 10 kungacha saqlaymiz. Kremimiz tayyor bo'ldi. Shunday qilib kremimiz tayyor qilib, kremni yaxshilab yopamiz va kechqurun yuzingizga surtib, o'zingizning natijalaringiz haqida kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin.